Bir taz birisiga qarz bo'lib qolibdi. Bu tazning beshida 4 talla chechib olganda. O'lan o qarzga suylaydi ekan buni. Pulni deb bermamsa pulni desa, "O taz bo'lib deyotgan, "Ey shar kirib, o birsin tuturgan pul olib berma." Voy bu turibdi-gina men mushkulot oldirash. Degan o qarzlarning ochiq kelib Ve nimaga oldirashyapsan desa, beshida 4 talla chechib olasiz. Voy, hammadan sen o'sha bekam voy. Mushkullar chechimda to'liq ishim bor meni. Desa, o qazdami qizishga, beshi qimanda qarasa 4 talla chechib olganda, ha ishim tushdi ekan tugaydi ekan bu adam. Bir intayin araqqa amroq bir odamning ayoli bir kuni cho'nglarni yig'ib murojaat qildi. Mushu araqni tashlamasangiz men uy tutmayman siz bilan degan keyin, "Va bo'ldi, uyim qolsin, araqni tashlaydi" deb va'da qildi-yu, ammo araq amroqdan 3 kun bo'lgan yana ishlayapti-da bu. Ishchilib mas bu, uyi binodi ekan, palampayda chiqib ketib, yiqilib mayarni yeryapti bu qapig'ini. Endi bu qapig'ini ayol ko'z so'qishida bu mas'ul qolibsiz deb. Shuni yo'shirman deb bu suqaniga kirib, mek dokini qo'yib, jabola chiroyli temib bu xiyolda. Kirib uxlaydi ekanda, ammo attigini ayol suqani kirib chiqib bilan so'qishdi. "Voy, ishchisiz-ku?" dedi. "O nima ishchiman?" "Voy, beshing aytgan. Araq ichmisingiz, mas'ul bo'lsangiz, doki bilan javobini aynak chaplab qo'yamsiz." Özümle tanıdığımda beynimde. Acayip yumuşak, boş ayal kişinin işini pişiriyor tayarlar var çok. Yezde aşındak bir rezingidek bir adamga bir ayal tegib qoldi. Qo'shlarning salasidan da tegib qolsa bu adam erkishdak emas. Bu so'llanishlar gaplarimi yumshoq aytadigan. Ayolning bir kuni ishni pishib, "Ajrashaman men siz bilan. Juring, sizmi ermi? Juring" debla böyle xat kechirgan boshlab borgan ekanda. Mangandan keyin ketib qolsa bir o'standa bir 10-15 ta g'oz yurganimda. Bu g'ozning orasi birisi aka qozgan, qolganlari mekan ekanda. Bu aka qaz suvning o'tida yurdi ekan, bir mekan qazida chetdan ketgan aka qaz joyi turiblar. Qanot uriblar. Debkan, yo'q mekan qaz pala tushib ketdi. Kelgandan keyin bu odam yiliqini ko'rib yig'lab ketdi-ku. "Ey qo'ti, nim qilgan qajirsan men bilan? Ko'rdingmi? 10 necha mekanni bir aka qaz shunda boshqaryotdi. Oqira, neri ketib qo'yish qo'ydi deb paloqlab keldi. Men sana shunda vaqirab qo'ydimmi?" desa ayol, "Ye, men beshing aytgan. Voy, sening ish g'alchilik g'ururing olmadi" dedi. Bu masla alomat bo'ldi-ki, 6 masning orasida bishkini chaqirib oldi buni. Daryo edi-da, 6 masning orasida chaqirib, "O, Ahmadjon" deb tutib oldi. "Yo'qday desam bu mas'ulga g'araz qilmaydi, qopchilik bo'ldi, bo'pti" deb o'tirdim men. O'tirib edim, o'sha restoranning lobini bir saraliq dutachi bo'lib ekan, naqsh etadigan. Shuni avtibdi, Ahmadjon kelibdi, bir naqshidan birini aytib 6 mas yo'lga suyitdim deb. Bu bola kelib duta bilan naqshini boshladi bu yerda. Ammo 6 mas bu bolani kelib naqsh etayotganini o'qimaydi-da. Buning naqshi qiziq. Toza chilib, "Talim, qajdur mening mansam tutamga kirdi tikan" desa, "Haqiqatan bir mas. Qarab mansam bunda qalvar."